Va nihoyat ish tugadi. Judayam charchadim. Uyga borib birinchi navbatda uxlayman. O'ziyam 27 ta daraxt chopsam chopdiman. Hop, eshikni ochamiz. Voy, og'irlashib ketibdi eshigim men uchun. Shu uylarni qanisidan nusxalasam, mazza qilib ikkita uyda yashar edim. Bo'lmasam ozgina uxlay degan savol sizlarni qiynayaptimi? Bo'lmasam men yordam beraman. Minecraftda hamma narsani nusxalasa bo'ladi. Albatta bittagina blok, ya'ni strukturali blok bilan. Bo'lmasa men sizlarga buni birinchi navbatda ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib bizga o'sha blok kerak bo'ladi. U blokni olish uchun esa mana shu komandani yozasiz. Mana do'stlar, men hozir birinchi bo'lib shu uyni qurib bo'ldim. Mashinaga tiqilib qoldim. Endi menga birinchi bo'lib o'sha strukturali blok kerak bo'ladi. Uni invertarimda edi mana do'stlar. Buni qanday ishlatadi? Birinchi bo'lib bu chiziqlar o'sayotgan tomonga qo'yamiz. Mana masalan, mana bu yerga ko'rsak, mana do'stlar yashil tarafi va boshqa joylar o'sib turibdi. Endi buni ichiga kiramiz. Kirganimizda mana do'stlar uyimiz turibdi, faqat kichkina. Endi buni kattaytirish kerak. Qanday qilamiz desanglar, siz tomoniga xohlagan raqam berasizlar va uylar shunga qarab kattalashadi mana do'stlar. Bo'lmasam keyingisi bu havo, ya'ni tepaligi, tepada turishi mana do'stlar. 10 da bo'ldi. Endi bo'lsa keyingisi uni old tarafi menimcha ozgina oshib ketdi. Hozir to'g'rilaymiz buni ham. 12 ni o'rniga sal kichraytirib biroz son beramiz. Masalan 10 bersam menimcha yetadi. Shunaqa qilib o'zingizlarga qulay qilasizlar do'stlar. Hop, mana 10 bo'ldi. Endi bu yerda save tugmasini to'xtanglar. Bu yerga endi liboy bitta nom qo'yamiz. Mana do'stlar, shu joyga nom qo'yib save tugmasini bosamiz va bo'ldi. Keyingisi hozir liboy bitta joyga borib olamiz. Hozir bunga ahamiyat bermaysizlar, bu eski ishlayotganim. Bu blokni qo'yamiz. Mana bu nom save turgan joyda load qilib, mana shu yerga endiroda qo'ygan nomimizni qo'yamiz. Xohlagan nominglarni. Faqat o'sha bir xil bo'lishi kerak va load tugmasini bossak, mana do'stlar, uyimiz nusxalandi. Yana bir marta bossak, mana do'stlar, uyimiz ikkita bo'ldi. Uni ichidagi narsalargacha qo'yib beradi. Mana do'stlar, ichidagini ko'rdinglar. Endi bo'lsa nusxalanganini ko'rsanglar bo'ladi. Mana do'stlar, ichida nima qilgan bo'lsam shular turibdi. Hatto gilamlargacha turibdi, gilamigacha. Menimcha o'rganib oldinglar deyman. Bu uchun bu blok uchun imperiyalar, har xil narsalar qursanglar juda ham zo'r bo'ladi. Va do'stlar, mana shu mendagi modlarni Telegram kanalimda olsanglar bo'ladi. Mana F1, F8, F3 mana shu nastroykalar, shularni albatta meni Telegram kanalimda olsanglar ham bo'ladi. Mana do'stlar, hatto plyuschani ham o'zgartirsa bo'ladi. Albatta Telegram kanalimning silkasini kommentariyada qoldirolmayman. Kanal tarixim o'chgan, shuning uchun mana do'stlar, Telegram kanalimning videoda silkasi. Va albatta o'tib omila bo'lamiz. Bu modlarni kechga yaqin tashlab qo'yaman. Bo'lmasamiz bu struktur blokni olish uchun cheatga gaif kuchukcha struktura blok desanglar chiqadi. Mana do'stlar, ekraninglarda ham turibdi. Bo'lmasam videoni tugatamiz. Hammaga xayr, sog' bo'ling. Ko'rishguncha omila bo'ling.